Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlıq kitabideki dersimizdeki davamında bugün Ömer ibn Hattab raziyallahu anhuniki tarihlerden şeytanlar Ömer ibn Hattab'dan kaçattı degan mavzuda İbn Asakir rahmetullahi aleyhi Ayşe raziyallahu anha rivayet kılıp deyişçe Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan ekan. Şeytan Ömer'den qo'rqidi deb Peygamberimiz shundoq degan ekan. İmam Ahmed Buraydatul Aslamiyning hadisidan chiqarishicha Peygamber aleyhissalatu vesselam deganki, şeytan Ömer sendan cho'qim qo'rqidi deb, albat qo'rqidi deb mundaqmi sifatlagan deydi. İbn Asakir Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhumlardan rivayet qilib, Peygamber aleyhissalatu vesselam shundoq deydi. Osmonda her qanday bir farishta Ömerni hurmat qiladi deydi. Zaminda shayton Ömerdan qo'rqidi deb mundaq degan. İmam Tabranining Avsat nomli kitobida Abu Hurayra rivoyat qilib deyishcha, Payg'ambar alayhissalatu vassalam shundoq degan. Alloh subhanahu va taolo butun Arfat ahliga bir faxrlandi deydi. Ömer bilan xos faxrlandi. Yani Arfat'taki Müslümanların Allah Teala'ya iltica qilib duo qilishlaridan farishtalar oldida men ko'rdim, men unga shu umidimni bandalarimni deb bundaq faxrlangan bo'lsa, ko'rdim men ama Ömer'dek bundaq bir meni shunday yaxshi ko'rdigan, men uchun har narsani oymaydigan, ya'ni mushta bir Ömer'dek bir kishi bilan Allah Teala farishtalar orasida faxrlanganda. Hem de Mu'cem Avsat, Mu'cem Kabir namlı kitapta Abdullah ibn Mesud'un hadisinde şunu okşaş hadis yani rivayet kılınır. İmam Tabrani Deylemi Fazl ibn Abbas'tan yani bu mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nevreylere. Bu kişide rivayet kılınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu aktarıyor ki mendinki hakikat Ömer nerede olsa şu yerde buladı diye. İmam Bukhari, Müslim, Abdullah ibn Ömer ve Ebu Hureyre katarlık sahabeler rivayet kılınca o iş gelen şunu aktarıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu aktarıyor. Orada ben üzerinde uxlatıp üzerinde düşümlü gördüm dedi. Bir quduqning ustida bir chilak varken, ondan ma'lum miqdorda suv tatdim. Ondan onu Abu Bakr oldi dedi. Abu Bakr bir chilak yoki ikki chilak suv tatib, lekin suv tatishda bir oz ojizlik bor dedi. Alloh uning gunohini mag'firat qilsin. Ondan Ömer keldi dedi. Ömer qo'liga ilib shu yerda suv tatdi dedi quduqdan. Lekin qo'lidagi chilak yo'g'on bir kupga aylanibdi-da, yo'g'on kup. Şuna kişilerin içinde bundaq giganet, mevhib, iqtidarlıq bir adam köymegen kemme dedi. Özün işine puxta ravishda ilib bardigan dedi. Hatta kişilerin hemmisi qon dedi, susuzluq qon dedi. Hatta tögü qo'tan chidirlarini tiklashib ketdi dedi. Bu nimdan bisharat degan vaqtida bu Ömer ibn Hattabninki xilofat davrining zamonining uzun bo'lganligi, ishg'oliyat, fatih harakatlarining mo'lchilikniki, islomiyatniki, umum davlatniki, umum jihatning gullanganliginiki bisharat hamda. İmam Nawawi rahmetullah alayhi o'zining Tahzibul Asma nomli kitobida ulamolar shundoq degan dedi. Mana bu Abu Bakrda va Umarninki xilofatiga qartilgan ishorat bo'lib, Ömer'nin zamanında İslam'ın ne kadar gülündüğünlüğü, fetih hareketlerinin köp bulduğunluğunun ispatı ve dalalıtıdır dep şunaq degan. İmam Tabrani Sedise degan ayolda rivayet kılışça bu ayol Peygamberimiz şunaq degan edi dedi. Şeytan Ömer Müslüman bolğandan beri Ömer uçqasılam ay yüzçilap yıqıp düşetdi dep mundaq mı degan dedi. İmam Darqutni Afrat namlı kitabında Sedise ve Hapse yollarından müşahdisini yani çıkargan. İmam Tabrani Ubey ibn Ka'b degan sahabeden deyişçe Peygamber aleyhissalatu vesselam şunaq dedi, bana Cibril aleyhissalatu vesselam şunaq degan dedi. İslam Ömer'nin ölümüge yığlaydı dep şunaq mı degan dedi. Adem sonra Ömer radıyallahu anh dünyadan ketgandan keyin İslamiyet aynı vaqtga qaragan vaqtida davlat tuzumi ko'p darajada acizliğan, qalaymiqanlashgan, tartibsizlik buzilgan, ixtilof, fitna, ig'volar yana yuz bergan. Bu fitna ig'volardan g'olib kelgan bo'lsin zamonning o'ticha, lekin nurg'un avorchiliklar tug'ilgan. İmam Tabrani Avsat nomli kitobida Abu Said al-Xudriydan rivoyat qilishicha, Payg'ambar alayhisolatu vassalam shundoq dedi: Kim Ömerga dushman bo'lsa, menga dushmandir. Kim Ömerni yaxshi ko'rsa, meni yaxshi ko'rgan bo'ldi degan. Alloh taolo Arfat kuni kechda umumu xaloyiq bilan faxrlandi deydi. Bu bandalarning iltijoları,
Xudoga bo'lgan munojatlardan Umar bilan xos faxrlandi. Alloh taolo hech qanday bir payg'ambarni avatgan bo'lsa, shu payg'ambarningki ummat ichida bir ilhomli odamlar bo'ldi. İlham berilgan Xudoning rushdi inoyatiga erishgan, har vaqt tavfiqga erishgan odamlar bo'ldi. Mening ummatimda undaq kishilar bor deb qaralgan vaqtida undaqda Umar deb shunaq degan. Sahobalar so'rashibdi, ya Rasululloh, bu muhaddas degan, muhaddas deb tushundilar Rasululloh. Bu qanday odam degan vaqtida farishtalar uning tilida so'zlaydi. Ya'ni uning tilidan chiqayotgan durdani, fikr, ideya hammasi farishtalarning ko'z qarishidir, fikirdir deb bunday sifatlagan dedi. Bu hadisning isnodi hasan hadiskin. Ya'ni zaif yakimda o'ydirma shaklda emas. Bunday ishlar ko'ptirma emas. Biz zamonimizdami o'zining tilidan durdanilar, odam chiqqan so'zlar qalbimizga boradigan, nihoyat hidoyatlik, ro'shtliq odamlar, kishilarga shunday usuzliq bir buloq qazolaydigan odamlar davrimizda nihoyat mavjud. Ularning tilidan chiqayotgan go'harlar, durdanilar odamning yuragining qat-qatlariga boradigan odamlar mavjud. Yani Qur'on-i Karim hadis Rasulullohning ruhiga uyg'un bo'lgan holatda. Demak, bu nima degan vaqtida bu Xudoning shu insonga bergan tavfiqi, shu tilidagi Alloh subhanahu va taolaning ato qilgan bir ne'mat bo'ladi bu. Va sallallohu alayhi va Muhammad va